chopper missirovkangizdan ko'ra go'shtlaringizni tezroq maydalashni isbotlab, orasida bitta lifehack ham ko'rsatib ketaman. Buning uchun nima qilamiz? Tepa taraf kir bo'lib ketmasligi uchun oddiy bitta salafanning o'rtasini teshamiz hamda tepasiga yopamiz. Yopganingizdan keyin motorni ulaymiz. Bunda o'sha tepasiga hech qanaqa ziyon yetmaydi. Endi qanaqa tez maydalab berishini bitta o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. So'z isboti bilan deganlarida faqat salafanga tegan ichlari top-toza turadi. Mahsulotni ham ko'rishingiz mumkin. 10 sekund davomida qanaqa tez maydalab tashaganini. Bunaqa tez va sifatli chiqarib berganning asosiy sababi bu rostakasm chopper hisoblanadi. Sababini hozir tushuntirib beraman. Oddiy arzonchi o'yinchoqqa o'xshaydigan chopperlarni ko'radigan bo'lsak, 4 ta pichoq chiqadi. Ham bolt orqali qotirilgan bo'ladi. Ammo bunda 6 ta pichoq hamda o'zidan chiqqan ham pichoqlar ham juda ham mustahkam hisoblanadi. Litriga keladigan bo'lsak, 4 litr hajmga ega, shishalari ham juda ham mustahkam qilib ishlangan bo'ladi, ham 2 xil skoroskda ishlaydi. Shunaqa zo'r mahsulotlarni yetkazib berishda davom etamiz. Kimga kerak bo'lsa, nomer adreslarimizni bilasizlar. Narxi 350 ming so'm, bemalol aloqaga chiqib zakaz qilsanglar bo'ladi.